Tashabbusli byudjet loyihalari uchun yiliga 6 trillion so'mdan ziyod mablag' berilyapti. Bu har bir tuman 25-30 milliard so'mdan qo'shimcha mablag' olyapti degani. Bu orqali mahallalardagi 5000 ga yaqin loyihalar moliyalashtirildi. Bir oy oldin bu yo'nalishda yangi qaror qabul qilib, mahallada aholining o'zi faol bo'lib boshlagan loyihalarga ko'mak beradigan tizim joriy qildik. Bunda aholi qaysi mahallada yo'l, suv, maktab, bog'chani ta'mirlashni boshlagan bo'lsa, xarajatini yarmini davlat ko'taradi. Bu maqsadlar uchun kelasi yil yana 1000 ta loyihaga 500 milliard so'm ajratiladi. Yana bir yangilik, shu yildan boshlab soliq qo'mitasi yer va mol-mulk soliqlarini to'laganlik darajasiga qarab eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla reytingini e'lon qiladi. Bunda 100 talikka kirgan mahallaga tashabbusli byudjetni yangi tizimi bo'yicha infratuzilma xarajatlarini 75% byudjetdan qoplab beriladi. Shuningdek, ushbu mahallalarning har biriga qo'shimcha yana 2 milliard so'mdan ajratiladi.